Non yopishni bilmasang, mijoz kelmaydi. Bugun 30 kunlik challengening birinchi kuni. Obunachimizdan kelgan savol: SMMdan qanday qilib pul topsa bo'ladi? SMM ham non yopishga o'xshaydi. Faqat xamir qilib o'tirsang hech kim olmaydi. Pishirish kerak. Ya'ni sotish kerak. SMM bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Eng ko'p ovoz olgan savolga keyingi videoda javob beraman. Ha, aytgancha, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Non yopishni bilmasang, mijoz kelmaydi. Bugun 30 kunlik challengening birinchi kuni. Obunachimizdan kelgan savol: SMMdan qanday qilib pul topsa bo'ladi? SMM ham non yopishga o'xshaydi. Faqat xamir qilib o'tirsang hech kim olmaydi. Pishirish kerak. Ya'ni sotish kerak. SMM bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Eng ko'p ovoz olgan savolga keyingi videoda javob beraman. Ha, aytgancha, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.